va o'zi birovni qo'lida ishlash endi hozir bizdan Instagramdagi info-tsiganlarni anaqasidan shunaqa bo'lib qolgan, birovni qo'lida ishlash bu yomon. Yo'q, nimaga? Men hozir nechta o'zimni tanishimni keltirib beraman, o'zimni do'stlarimni kompaniyada ishlashadi, mendan katta reputatsiyaga ega, mendan ko'p pul topadi, mendan ko'p влиятельныйroq insonlar bilan tanish. Ya'ni birovni qo'lida ishlash bu yomon emas, bu ham normal. O'zini startapida ham ishlash bu ham normal, bu anaqa emas. Startap mana bunaqa narsaki, startapda ishlayapsiz, men direktor sifatida o'zim oyligim bor. Oylik o'zim 1 so'm oylik olaman, lekin hozir men o'zim startapimda ishlamagan, boshqa ishlagan, u yerda ham shu oylik olardim. Nimaga unda startap qildim desa, просто bu startapim kelajakda ili unicorn bo'lsa, unicornga 1 milliard оборотga chiqsa, MRR bo'lsa, yoki bo'lmasam kimgadir exit bo'laman, ya'ni sotilaman. Ana o'shanda ko'proq foyda ko'raman. Agar unisi ham bo'lmasa, men bunday olib qarasangiz hech nima yutmagan bo'laman, hech nima yutqizmagan bo'laman. Xuddi oddiy ishchida, boshqa qilib просто o'zimda, lekin bir xil anaqada ketgan bo'laman. Boshqa odamlar qanaqa ishlayapti, men shunaqa ishlab ketgan bo'laman. Ya'ni bunda qanaqadir ustunlik tarafi yo'q, startap qildi, founder bo'ldi degan. Hamma qatori ishga, oyligiga qarab yurib, mana shunaqa odam bo'ladi u ham.